turmush o'rtog'ingiz bemorlarda hech rashk qilib urush janjallar qilganmisiz? Yo'q, bo'lmagan unaqasi. Chunki ishonaman. Patsientlaringiz bilan hech urush janjallar bo'lganmi? Urush janjal bo'lgan, ko'p bo'ladi. Men nohaqligiga chidolmayman. Urush janjallarni asosiysiga adminimiz sababchi bo'ladilar. Nimaga ham urush janjallarga admin sababchi bo'ladi? Hammasiga emas-ku. Endi ko'p patsientlar xarakterini ko'rsatadi. Частный klinikaga kelyapman, pulini to'lab qo'yibman deydi. Mana shunaqa holatlarga men ham reaksiyamni bildiraman. Adminimizni qachon sababchi bo'ladi? Adminimizni o'ta rahmdil. Buni olaylik, uni olaylik deb o'sha patsientlarni ustidan очередь talashib janjal bo'ladi keyin. Shifokori turmush o'rtog'i bo'lish osonmi yoki qiyinmi? Oson ham qiyin ham. Ikkalasi bitta sohada bo'lgani uchun bir-birini tushunishga qiynaladi. Sohangiz sabab turmush o'rtog'ingiz bilan hech urush janjal qilganmisiz? Bo'lib turadi. Agar shifokor bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Voyenniy sohasini tanlardim. Bemorlaringiz kechasi telefon qilgan holatlar bo'lganmi? Juda ham ko'p bo'ladi. 1-2 yana ayniqsa sababi bo'lmasdan telefon qiladigan bo'lsa, kech payt bezovta qilishiga, shunaqa paytda telefon qo'lingda turibdi, soatga qarab telefon qilsa bo'lmasmikin deb asabiylashib, sirasi cho'rniga tiqaman. Amaliyot jarayonida yoki qabul vaqtida bemorlaringiz hushsizlangan holatlar bo'lganmi? Bo'lgan. O'sha vaqtda nima qilgansiz? Hamma narsani tashlab birinchi yordam ko'rsatganmiz. Hamshirasiz bilan kelishmovchiliklar, janjallar bo'lib turadimi? Yo'q, hech qachon 4 yildan buyon ishlagan bo'lsak, hali biror marta bunaqasi bo'lgani yo'q.